Assalomu alaykum. E'tiboringizga Voya Free yangilangan versiyasini taqdim etamiz. Avtomobilimiz maksimallik komplektatsiyada qora rangda mavjud. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishda avtomobilimiz tashqi ko'rinishi. Kunduzgi bir-biriga ulangan chiroqlar hamda ikki linzali asosiy chiroqlarimiz. Birinchi o'lchamdagi razmerdagi Michelin ballonlari hamda qizil supportlari. Ko'rinmas zonalar monitoringi hamda oxirgi Apollo Touch avtopilot tizimi hamda qo'shimcha kameralar 360 kamerasi ham mavjud. Kirib chiquvchi eshik ruchkalarimizda ham chiroqlari mavjud. Eshik qismimizda ham funksiyalar juda ham ko'p. Akustika qismimiz premium dinamik va hamda rangi o'zgaruvchan fon podsvetkaga ega chiroqlar. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega, ya'ni zamoshviy mato bilan jihozlangan va hamda ajoyib ko'rinishga, ya'ni karbon ko'rinishga ega aquaprint xrom elementlarini ko'rishimiz mumkin. Avtomobilimiz interyer qismi shunaqa ajoyib ko'rinishga ega. Yashil choklar bilan yurg'izib qo'yilgan. Tomda panorama, ko'p funksiyali rul, kirib chiquvchi uchga bo'lingan monitor, telefon qo'yish uchun joy hamda simsiz quvvat. O'rindiqlarimizda isitish, sovutish, massaj hamda eslab qolish funksiyalariga ega. Avtomobilimizda 3-zona klimat kontroli mavjud va orqa tarafda ham vozdux havotlari mavjud. Ko'rishingiz mumkin, orqada joy bemalol va kattakon joy qolgan. Va bir-biriga ulangan stop chiroqlari. Oxirgi modelligini bildirib turuvchi Apollo Touch logosi. Shunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobilimiz. Avtomobilimiz haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.